Ko'ksaroy ablok chokini qaranglar akalar. Nafisligini qaranglar. Endi bu tarafga choklarni ko'rsataman. Ideal akalar. Hamisha ham bunaqangi sifatli ish qilish uchun yosh katta, tajribali usta bo'lish shart emas. Ya'ni mana Hoji aka 22 ga kirgan ukamiz 3 yillik ish stajiga ega, lekin ishda bir qator ko'rsalaring maza qilasizlar. Nima deyman? Hamma o'zini sohasida, o'zini ustida ishlasa, mana shunday go'zal narsalar chiqadi, ko'rishingiz mumkin. Zinalar ustiga ham o'zlari g'oya qilib, mana shunday g'oya qilamiz aka, butun tergandan ko'ra deyishdi, ko'rishingiz mumkin. Bu mayda ish hisoblanadi va qo'lda band qiladi, lekin qilganga yarasha shunaqa qilib erinmasdan mehnatlarni ustida ishlab va o'z ishlariga bo'lgan muhabbatlari uchun ham mana shunday go'zallikni yaratishni ko'rishingiz mumkin. Bu taraflarigacha biz bu xonadonga yarim terazaga to'kib berganmiz, lekin shuni ham go'zallik bilan terish uchun ancha mehr, ancha ish sifati bo'lish kerak, ko'rishingiz mumkin. Hamisha ham yosh ustalarimizga ish berishga ikkilanamiz. Sababi oddiy, har bitta xonadonga ishchi usta jo'natganimizdan keyin buni go'zal holatda topshirib olish kundir. Bizda ham ozmuncha mas'uliyat bo'lmaydi, lekin mana bunday go'zallikni ko'rganingizdan keyin maza qilib orasida mayda paskalarda o'ta ham go'zal. Va ukamizdan Alloh rozi bo'lsin, mana bunday xonadonlarni chiroyli qilib bitirib berishdi. Ko'ksaroy A blokdan yarim terazaga to'kib berganmiz, Xudo xohlasa. Va menimcha ko'ngilgidek chiqdi, o'zimga ham shaxsan yoqdi. Ko'rishingiz mumkin. Agarda sizga ham mana shunday brend haqida qiziqarli ma'lumot, sifatli ustalar xizmati kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqasizlar. Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha mana shunaqangi sizlarga sifatli ustalarni ro'para qilamiz inshaalloh. Ukamiz ham profildan qilib ketamiz. Xudo xohlasa bemalol aloqaga chiqasiz.